kimnidir onasini eslab qo'yasiz. Vzroslый spalni haqida men siz bilmagan layfhaklarni aytaman. Siz bo'lsa bu videoni saqlab qo'ying. Bir kun albatta kerak bo'ladi. Vzroslый spalniga pativ qilayotgan bo'lsangiz va pativi bilan spalni orasida kam masofa bo'layotgan bo'lsa, agar har doim yonboshni 45 gradus qildiring. Chunki har o'tib qaytishda bo'lsa, agar kimnidir onasini eslab qo'yasiz. To'g'risini ayting, make-up zonasida sizlarda ham bardak bo'lib yotadimi? O'shaning uchun har doim make-up zonasidan tashqari отдельный bitta polka qo'ydiring. Va polkaning ichiga обязательно подсветка bo'lishi shart. Chunki qaysi narsa qayoqqa turishini oldindan ko'ra olish uchun. Bu xonadonimizga mayli detallardan ham unumli foydalanganmiz. Ana qarang. Narsalar qo'yish uchun bu tarafga qo'yganmiz, make-up uchun narigi tarafdan polka qo'yganmiz. Bu xonadonimizda har bir qarashdan unumli foydalanganmiz. Garderobning ichini podsetka qilib berganmiz. O'zi qarayotgan bo'lsangiz agar 50 sm, 60 sm joy. Eshik qo'yishni iloji ham yo'q. Lekin shu holatda ham juda ham chiroyli turibdi. Agar sizda ham shunaqangi mayda tor koridorlar bo'ladigan bo'lsa, agar garderob sifatida foydalanib turib, yonboshga bo'lsa, kirishga bitta odam sig'adigan joy qoldirsangiz bo'ladi. U yo'g'iga eshik qo'ymasangiz ham akkuratni V shaklida turadi. Podsetka qo'yish esdan chiqmasin. Tumbuchkaga alohida ahamiyat bering. Bir tarafda tumbuchka qoldirganmiz va noodatiy tumbuchka. Hech qanaqa lishni uzorlarsiz, lishni narsalarsiz, 4 burchak tumbuchka bir tarafga brak qo'yganmiz. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aynan shu xonadonimizga nimaga bitta tumbuchka va bitta brak qoldirib ketganmiz. Qiziqarli shunaqangi layfhaklarni, ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymasligi uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni bo'lsa agar uyimni ta'mirlayman degan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.